Assalomu alaykum. Darsimiz mavzusi mustaqillik davri o'zbek lug'atchiligi deb nomlanadi. O'zbek tili mustaqillikka erishgandan so'ng yangi davrga qadam qo'ydi. Bu davrda milliy g'urur, o'zlikni anglash va o'zbek tiliga bo'lgan mehr-muhabbat kuchayib, til boyligi, lug'atchilik ham yangi bosqichga ko'tarildi. Mustaqillik yillarida yangi nashrdagi lug'atlarga bo'lgan ehtiyoj yuzaga keldi. Bu ehtiyoj quyidagi sabablar asosida paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishuvi yangi tahrirdagi davlat tili haqidagi qonunning qabul qilinishi o'zbek tilshunosligining yanada rivojlanishi uchun sharoitlar yaratdi. Bu esa o'z navbatida o'zbek leksikografiyasi rivojiga ham ta'sir ko'rsatdi. O'zbek leksikografiyasida mustaqillik davrida ko'plab yangi turdagi lug'atlar paydo bo'ldi. Mustaqillikkacha O'zbekistonda turli yillarda har xil hajm va xarakterdagi turli mo'ljaldagi ko'plab ikki tilli lug'atlar nashr etildi. 1983-1984 yillarda nashr etilgan o'z davrida mukammal deb hisoblangan ikki jildli ruscha-o'zbekcha lug'at bunga misol bo'ladi. U mamlakatimizda rus tilini keng miqyosda o'rganishga va tarjima ishlarining rivojiga katta hissa qo'shdi. Biroq keyingi yillarda hatto respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng o'tgan 20 yil ichida ham Aliqulov va Abdurahimovlarning bir necha variantlarda qayta nashr etilgan qisqacha ruscha, o'zbekcha lug'atlarini hisobga olmaganda bu sohada biror bir salmoqli lug'at yaratilmagan edi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti hamda O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti 1983-1984 yillarda chop etilgan ikki jildli ruscha-o'zbekcha lug'atni qayta ishlab nashr etishni rejalashtirib, bir necha yil davomida hamkorlikda ish olib bordilar. Nihoyat 2013-yilda mazkur lug'at Madvaliyev tomonidan to'ldirilgan va tuzatilgan sho'ro mafkurasidan tozalangan holda to'liq tahrir qilinib, nashr qilindi. Mustaqillik yillarida tarjima lug'atlarining yaratilishiga katta qadam qo'yildi. Jumladan Berdaq Yusufning turkcha-o'zbekcha, o'zbekcha-turkcha lug'ati, turk tilining ters lug'ati, turkcha-o'zbekcha aldoqchi so'zlar lug'ati bunga misol bo'la oladi. Sapoyev, Avazmetovlarning ishtirokida tuzilgan o'zbek tilidagi arabcha va forscha so'zlar lug'ati, o'zbek tiliga o'zlashgan forscha so'zlar lug'ati kabi lug'atlar ham nashr qilindi. Shuningdek, Maqsuda Sodiqovaning ruscha-o'zbekcha maqol va matallar lug'ati ham, o'zbekcha-ruscha maqol va matallar lug'ati ham mana shu davrda mustaqillikdan keyin nashr qilindi. O'zbek til birliklariga antroponsentrik yondashuv nafaqat nazariy tadqiqotlarda, balki lug'atlarda ham o'z aksini topdi. Jumladan, Nizomiddin Mahmudov va Durdona Xudoyberganovalar tomonidan yaratilgan o'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati ham mustaqillikdan keyin chop etilgan durdonalardan biri sifatida e'tirof etiladi. 500 dan ortiq turg'un o'xshatishlarni o'z ichiga olgan ushbu lug'at shu yo'nalishdagi dastlabki urinishlar natijasidir. Lug'at bilan tanishishdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, o'zbek tilida kishiga aloqador o'xshatishlardan ko'pincha o'xshatish etalonlari sifatida turli o'simlik va meva hamda hayvonlarning nomlaridan foydalanilar ekan. Masalan, itday vafodor, musichaday beozor, molday befahm, eshakday qaysar, qo'yday yuvosh, sarvday tik, lavlagiday qizarmoq, charosday qop-qora, bir qop yong'oqday nozik terakday baland kabi. Bunday o'xshatish etalonlarini tavsiflash o'zbek tilining o'ta muhim psixolingvistik xususiyatlarini ham namoyon etadi. O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalar bilan shug'ullanib kelayotgan taniqli olim Nizomiddin Mahmudov va yosh tadqiqotchi Yorqinjon Odilovlar tomonidan nashr etilgan So'z ma'no taraqqiyotida ziddiyat o'zbek tili enantosemik so'zlarining izohli lug'at kitobi bir til birligi doirasida yuzaga chiqadigan ziddiyatni o'rganishga bag'ishlangan. Ushbu tadqiqot bir lug'aviy birlik doirasida
antonimiya hodisasini ham nazariy ham amaliy o'rganish nuqtai nazaridan o'ziga xos dastlabki asar. Kitob 3 qismdan iborat. Uning ziddiyat lisoniy birlikda ma'no taraqqiyoti deb nomlangan birinchi qismi Nizomiddin Mahmudov, o'zbek tilida enantasiya nomli ikkinchi qismi Yorqinjon Odilov, uchinchi qismi o'zbek tili enantasimik so'zlarining izohli lug'ati esa har ikkala muallif tomonidan yozilgan. Lug'atda o'zbek tilidagi 300 dan ortiq enantasimik so'z va frazeologizmlar keltirilib, ularning lisoniy va nutqiy, nominativ va subyektiv baholash, grammatik, diaxron, sinxron tarzda turlari ko'rsatilgan. Har bir so'z yoki ibora izohidan so'ng qadimiy turkiy yozma yodgorliklar, xalq og'zaki ijodi namunalari, zamonaviy o'zbek badiiy adabiyoti namunalaridan, matnlardan, og'zaki nutq va sheva materiallaridan tanlab olingan illyustrativ misollar keltirilgan. Keyingi lug'at Durdona Xudoyberganova va Dilrabo Andaniyozovalarning o'zbek tili poetonimlarining izohli lug'ati o'zbek leksikografiyasidagi yangi bosqichni, yangi davrni boshlab berdi. Lug'atda o'zbek badiiy adabiyotida poetik maqsadlarda qo'llanilgan til birliklari, poetonimlar leksikografik talqin qilingan. Unda Kumush, Otabek, Layli Majnun, Amir Temur, Nasriddin Afandi, Kolumb, Otello, Napoleon, Samarqand, Buxoro, Bag'dod, Orol, Kamchatka kabi onomastik birliklarning lingva-poetik vazifalari izohlangan. Undan tashqari Lutfullayeva, Davlatova, Tojiboyevalar tomonidan yaratilgan o'zbek tili assotsiativ lug'ati ham mustaqillik davrida yaratilgan noyob lug'atlardan biri hisoblanadi. Mazkur lug'at so'zlar orasidagi assotsiativ munosabatni aks ettiruvchi lingvistik lug'at, ya'ni stimul so'z javob reaksiyasi tipidagi lug'at hisoblanadi. Mazkur lug'at so'zlar orasidagi assotsiativ munosabatni aks ettiruvchi lingvistik lug'at hisoblanadi. Unda o'zbek tilidagi 100 ta milliy madaniy birlik bo'yicha til egalari xotirasida tiklangan 42645 ta javob reaksiyasi, ya'ni assotsiatsiyalar o'rin olgan. Hurmatli talabalar, bugungi darsimizda mana shu savol va topshiriqlarni javobini topgan holda mavzuni mustahkamlab olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.